Buxoro shahar Shayxul Olam masjidi yon tomoni Imran Building loyihasi 9 qavatli monolit domning 6-qavatdan umumiy yashash maydon 62 metr kvadratdan tashkil topgan hujjatda bir xonali, polnotsenniy 2 xonali qilib Yevro ta'mirlangan xonadonimiz sotuvga chiqdi. Asosiy kirish qismidan kattagina koridor, mehki zona uchun joylarimiz qoldirib kiritilgan, TV zona, asosiy mehmonxona, kuxnya, yotoqxona hamda sanuzoq kirishni mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, 2 xonali uchun ideal proyekt. Devorlarimiz mo'ysha bo'ylarda ishlov berilgan, oyoqdagi to'liq laminatsiya holatida turetsk radiatorlarimiz o'rnatilgan, sanuzoq qismi to'liq katet qilingan. Ideal holatda kuxnya qismimiz gazoviy plita, вытяжка, двухконтурный котел, moyka mavjud. Xolodilnik uchun ham joylarimiz qoldirib ketilgan. Yotoqxona qismimiz Yotoqxona qismiga ochiq balkonimiz ham mavjud. Yo'l yoqasidan birinchi liniya. Batafsil ma'lumot kimga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.